Bugun gap shunchaki bayram tabrigi haqida emas. Bugun men siz bilan 2026 yilga qanday kirishimiz, yangi yil kunlarida nimalarga e'tibor berishimiz, oilamiz, pulimiz, sog'lig'imiz, hujjatlarimiz va xavfsizligimiz bo'yicha qanday xatolarga yo'l qo'ymasligimiz haqida juda muhim ma'lumotlarni bo'lishmoqchiman. Bu ma'lumot har bir xonadon, har bir ota-ona, har bir yosh, har bir tadbirkor va har bir haydovchiga tegishli. Chunki yangi yil faqat dasturxon, sovg'a va tabrik emas, balki yangi reja, yangi mas'uliyat va yangi imkoniyatlar boshlanishidir. Agar siz 2026 yilini tartibli, xotirjam, xavfsiz va barakali boshlamoqchi bo'lsangiz, hoziroq kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing. Men bu kanalda oddiy odamlar tushunadigan tilda hayotda kerak bo'ladigan aniq maslahatlarni berib boraman. Bugungi mavzu esa juda muhim. Yangi yil bilan xalqim, baxtli 2026 yil. Lekin baxtli yil o'z-o'zidan kelmaydi. Uni ongli qarorlar, to'g'ri reja va ehtiyotkorlik bilan yaratamiz. Avvallari yangi yil deganda ko'pchilik birinchi navbatda bayramona kayfiyat, archalar, mehmon kutish, qarindosh urug' bilan ko'rishish, bolalarga sovg'a olish va dasturxon yozishni tushunardi. Albatta bu qadriyatlarimiz juda go'zal. Oila jam bo'lishi, ota-onani yo'qlash, bolalarga quvonch ulashish, qo'ni-qo'shni bilan yaxshi munosabatda bo'lish xalqimizning eng yaxshi fazilatlaridan. Lekin hozirgi davrda yangi yilga tayyorgarlik ancha murakkablashdi. Narxlar o'zgaradi, xizmatlar qimmatlashadi. Internet orqali firibgarlik ko'payadi. Bayram kunlari yo'llarda tirbandlik va avariyalar ortadi. Elektr energiyasi va gaz iste'moli keskin oshadi. Tibbiy xizmatlarga murojaatlar ko'payadi. Yana bir muhim jihat. Yil almashganda hujjatlar, to'lovlar, kreditlar, shartnomalar, soliq va kommunal majburiyatlar ham e'tibordan chetda qolmasligi kerak. Oldin odamlar ko'proq naqd pul bilan xarid qilardi, bozorda savdolashardi. Qarindoshidan qarz olsa ham og'zaki kelishardi. Hozir esa karta, mobil ilova, onlayn do'kon, muddatli to'lov, mikroqarz, cashback, elektron shartnoma kabi tushunchalar kundalik hayotimizga kirib keldi. Bularning qulayligi bor, lekin xavfi ham bor. Masalan, kimdir yangi yil aksiyasi deb soxta havola yuboradi. Kimdir sovg'a yutdingiz deb karta raqami va SMS kod so'raydi. Yana kimdir arzon narxda telefon deb oldindan to'lov oldirib keyin yo'qoladi. Shuning uchun men bugun sizga bayramona tabrik bilan birga 2026 yilni qanday qilib aqlli boshlash kerakligini tushuntiraman. Chunki yangi yilning birinchi haftalarida qilingan noto'g'ri qaror ba'zan butun yilga ta'sir qiladi. Masalan, 3 million so'mlik keraksiz kredit olib, 3 oy davomida 1,2 million so'm qaytarishga majbur bo'lish mumkin. Yoki bayramda ehtiyotsizlik bilan gaz plitasini yoqib qo'yib, butun oilani xavf ostiga qo'yish mumkin. Yoki ichimlik ichib rulga o'tirib, o'z hayotingizni ham, boshqalarning hayotini ham xavfga qo'yish mumkin. Birinchi navbatda yangi yil xarajatlarini boshqarishni o'rganish kerak. Men ko'p oilalarda bir xil holatni ko'raman. Dekabr oxirida hamma narsa bir vaqtning o'zida kerak bo'lib qoladi. Dasturxon, kiyim-kechak, sovg'a, bolalarning bayram tadbiri, qarindoshlar uchun mehmonnavozlik, uy bezaklari, transport xarajatlari. Natijada 2 million so'mga bitadigan ish 5 million so'mga chiqib ketadi. Oddiy misol olaylik. Bir oila oyiga 6 million so'm daromad qiladi. Ularning doimiy xarajatlari oziq-ovqat 2 million, kommunal to'lovlar 700 ming, transport 600 ming, bolalar uchun maktab va boshqa xarajatlar 800 ming, kredit to'lovi 20 million, mayda-chuyda xarajatlar 700 ming. Demak, odatda qo'lda 200 ming so'm atrofida qoladi. Agar shu oila yangi yil uchun birdaniga 4 million so'm sarflasa, demak ular yoki qarz oladi, yoki kredit karta ishlatadi, yoki yanvar oyida asosiy to'lovlarni kechiktiradi. Yanvar esa eng og'ir oy bo'lib qoladi. Shu sababli bayram xarajatini oldindan rejalash kerak. Men tavsiya qilaman, xarajatlarni 3 guruhga bo'ling. Birinchi guruh majburiy xarajatlar. Bunga oziq-ovqat, dori-darmon, kommunal to'lov, yo'l puli, kredit yoki ijara kiradi. Ikkinchi guruh muhim, lekin kamaytirish mumkin bo'lgan xarajatlar. Masalan, sovg'alar, bayram dasturxoni, kiyim. Uchinchi guruh butunlay keraksiz yoki keyinga qoldirish mumkin bo'lgan xarajatlar. Masalan, faqat ko'z-ko'z qilish uchun qimmat bezak, keraksiz elektronika, ijtimoiy tarmoq uchun ortiqcha dabdaba. Kimlar ko'proq ehtiyot bo'lishi kerak? Birinchidan, kredit to'layotgan oilalar, agar sizda oyma-oy to'lov bo'lsa, yangi yil bahonasida yana yangi qarz olishdan oldin 2 marta o'ylang. Masalan, 10 million so'mlik muddatli to'lovga telefon olsangiz, oyiga 900 ming so'mdan 12 oy to'lashingiz kerak bo'lishi mumkin.
Bu telefon sizga haqiqatan ham zarurmi yoki shunchaki bayram kayfiyatidagi impulsmi? Ikkinchidan, daromadi mavsumiy bo'lganlar ehtiyot bo'lishi kerak. Qurilishda, savdoda, xizmat ko'rsatishda ishlaydigan ayrim odamlarning daromadi qishda kamayadi. Shunday paytda katta xarajat qilish yanvar-fevral oylarida qiyinchilik tug'diradi. Uchinchi guruh yoshlar, ayniqsa internet orqali xarid qiladigan, chegirma va aksiya deb tez qaror qiladigan yoshlar. Har bir chegirma foyda emas. Agar siz 1 million so'mlik narsani 700 mingga oldingiz, lekin u narsa sizga kerak bo'lmasa, siz 300 ming tejagan bo'lmaysiz, aksincha 700 ming yo'qotasiz. Bu juda muhim psixologik nuqta. 4-guruh ota-onalar. Bolalarga sovg'a olish yaxshi, lekin bolaga ham pulning qadri, me'yor, minnatdorlik va mas'uliyat tushuntirilishi kerak. Agar bola har yangi yilda eng qimmat sovg'ani talab qilsa, bu keyinchalik muammoga aylanishi mumkin. Masalan, 8 yoshli bolaga 5 million so'mlik telefon olib berishdan oldin o'ylang, bu qurilmani ehtiyot qila oladimi? Internet xavfsizligini biladimi? Darsiga ta'sir qilmaydimi? Ba'zan eng yaxshi sovg'a qimmat buyum emas, balki ota-ona bilan birga o'tkazilgan sifatli vaqt bo'ladi. Kimlar ko'p xavotir olmasligi mumkin? Agar siz xarajatlaringizni oldindan rejalashtirgan bo'lsangiz, favqulodda jamg'armangiz bo'lsa, kreditlaringiz nazoratda bo'lsa, bayram xarajatini daromadingizga mos belgilagan bo'lsangiz, siz xotirjamroq bo'lishingiz mumkin. Lekin baribir xavfsizlik, sog'liq va hujjatlar masalasida beparvo bo'lmaslik kerak. Endi xavfsizlik haqida gaplashamiz. Yangi yil kunlari eng ko'p uchraydigan muammolardan biri bu yong'in xavfi. Elektr archalar, sifatsiz girliandalar. Bir rozetkaga ko'p qurilma ulash, gaz plitasini nazoratsiz qoldirish bolalarning pirotexnika bilan o'ynashi katta xavf tug'diradi. Masalan, oddiy bir sifatsiz girlianda 30 ming so'm turishi mumkin, lekin u qisqa tutashuv qilib millionlab so'mlik zarar yetkazishi yoki eng yomoni inson hayotiga xavf tug'dirishi mumkin. Shuning uchun elektr bezaklar sotib olayotganda sertifikat, sim sifati, adapter holati qizib ketmasligi va bolalar yetmaydigan joyda bo'lishiga e'tibor bering. Yo'l harakati xavfsizligi ham alohida mavzu. Bayram kechasi ko'pchilik mehmondorchilikka boradi, charchaydi, shoshadi, ba'zilar spirtli ichimlik iste'mol qiladi. Men buni juda keskin aytaman. Ichgan bo'lsangiz rulga o'tirmang. Uyim yaqin, sekin haydayman. Hech kim yo'q degan bahonalar hayotni saqlab qolmaydi. Birgina noto'g'ri qaror oilani motamga aylantirishi mumkin. Taksiga pul sarflash avariyadan 1000 marta arzon. Sog'liq masalasida ham bayramda ko'p xatolar qilinadi. Bir kunda juda ko'p yog'li ovqat, shirinlik, gazli ichimlik, kechasi uxlamaslik, sovuq havoda yengil kiyinish. Bolalarni nazoratsiz qoldirish immunitetga ta'sir qiladi. Ayniqsa, yurak-qon tomir kasalligi, diabet, qon bosimi bor insonlar ehtiyot bo'lishi kerak. Masalan, qon bosimi yuqori bo'lgan odam juda sho'r, yog'li taom yeb, ustidan ichimlik ichsa, bosimi keskin ko'tarilishi mumkin. Bayramligi bilan sog'liq birinchi o'rinda. Endi ko'pchilik e'tibor bermaydigan nozik masalalarni tushuntiraman. Birinchi tuzoq, yil oxiri aksiyasi. Do'konlar va onlayn platformalar dekabr oxiri hamda yanvar boshida turli chegirmalar e'lon qiladi. Ba'zi chegirmalar haqiqatan foydali bo'lishi mumkin, lekin hammasi emas. Ayrim hollarda avval narx sun'iy ko'tariladi. Keyin 3% chegirma deb ko'rsatiladi. Masalan, noyabrda 1 million 2 ming so'm bo'lgan maishiy texnika dekabrda 1 million 600 ming qilib qo'yiladi. Keyin 1 million 300 mingga chegirma bilan sotiladi. Xaridor esa foyda qildim deb o'ylaydi. Shuning uchun yirik xarid qilishdan oldin narx tarixini, boshqa do'konlardagi narxni, kafolat shartlarini tekshiring. Ikkinchi tuzoq onlayn firibgarlik. Prezident sovg'asi, yangi yil yutug'i, bepul pul tarqatilmoqda, kompensatsiya olasiz kabi xabarlar juda ko'p tarqaladi. Men buni aniq aytaman. Hech qachon SMS kodini, bank karta PIN kodini, ilova parolini, pasport ma'lumotlarini noma'lum odamlarga bermang. Hatto ular o'zini bank xodimi, davlat idorasi vakili yoki yetkazib berish xizmat deb tanishtirsa ham. Bank xodim sizdan SMS kod so'ramaydi. Agar kimdir kod so'rasa, bilingki bu xavfli signal. Uchinchi nozik jihat. Qarz berish va qarz olish. Bayram arafasida odamlar bir-biridan ko'p qarz so'raydi. Albatta, yordam berish savob, lekin oilangizning asosiy ehtiyojlarini xavf ostiga qo'yib, katta qarz berish to'g'ri emas. Agar qarz bersangiz, miqdor. Qaytarish muddati va shartlarini yozma ravishda kelishib oling. Masalan, siz tanishingizga 5 million so'm berdingiz, u yanvar oxirida qaytaraman dedi. Lekin yozma dalil bo'lmasa,
keyin tushunmovchilik, xafagarchilik va munosabat buzilishi mumkin. Oddiy tilxat ham ko'p muammoning oldini oladi. 4-jihat, hujjatlar va muddatlar. Yil almashganda ayrim hujjatlar muddati tugashi, sug'urta, texnik ko'rik, ijara shartnomasi, ish shartnomasi yoki kredit jadvali yangilanishi mumkin. Haydovchilar, avtomobil sug'urtasi, jarimalar, texnik holatga e'tibor bersin. Tadbirkorlar shartnomalar, soliq hisobotlari, kassa intizomi, xodimlar bilan hujjatlarni tekshirsin. Oddiy fuqaro ham pasport yoki ID karta, bolalar hujjatlari. Bank kartasi muddati tibbiy polis yoki sug'urta bo'lsa, ularning amal qilish muddatini ko'rib chiqsin. 5-jihat, kommunal to'lovlar. Bayramda gaz, elektr, suv sarfi oshadi. Kimdir isitgichni tun bo'yi yoqadi. Kimdir elektr plitani ko'p ishlatadi. Kimdir bir nechta qurilmani bitta uzaytirgichga ulaydi. Bu nafaqat to'lovni oshiradi, balki xavfsizlikka ham ta'sir qiladi. Agar uyda eski simlar bo'lsa, kuchli elektr isitgichni nazoratsiz ishlatmang. Gaz hidini sezsangiz, chiroq yoqmang, uchqun chiqarmang, derazani oching, gaz xizmatiga murojaat qiling. Bunday holatda o'zim tuzataman deyish juda xavfli. 6-jihat. Ijtimoiy tarmoqlardagi ko'z-ko'z. Bayramda odamlar dasturxonni, sovg'asini, sayohatini ko'rsatadi. Boshqa odam esa o'zini solishtirib, meniki kam ekan deb siqilishi mumkin. Bu psixologik bosim ko'pincha ortiqcha xarajatga olib keladi. Esda tuting, ijtimoiy tarmoqdagi rasm butun hayot emas. Kimdir suratda hashamat ko'rsatadi, lekin orqasida kredit, qarz va stress bo'lishi mumkin. Sizning oilangizdagi tinchlik, salomatlik, mehr va halollik har qanday dabdabadan qimmat. 7-nozik jihat, bolalar xavfsizligi. Bayram kunlari kattalar mehmon kutish bilan band bo'lib, bolalar nazoratsiz qolishi mumkin. Issiq choy, qozon, elektr rozetka, pirotexnika, zinapoya, ko'chadagi transport, hatto mayda o'yinchoq detali ham xavf tug'diradi. Agar uyda kichik bola bo'lsa, archa bezaklarini juda pastga osmang, sinadigan shisha o'yinchoqlardan ehtiyot bo'ling. Mayda batareyalarni bolalar qo'liga bermang. Kichik tugma batareyalar yutilsa, juda og'ir oqibatlarga olib kelishi mumkin. 8-jihat, yolg'iz insonlar va keksalar. Yangi yil hamma uchun quvonchli bo'lavermaydi. Kimdir yolg'iz, kimdir farzandlardan uzoqda, kimdir yaqinini yo'qotgan bo'lishi mumkin. Shuning uchun qo'shningiz, qarindoshingiz, mahallangizdagi yolg'iz keksa insonlarni yo'qlash juda muhim. Ba'zan bitta telefon qo'ng'irog'i, bitta issiq ovqat, bitta samimiy suhbat odamning kayfiyatini butunlay o'zgartiradi. 2026 yilni faqat o'zimiz uchun emas, bir-birimiz uchun yaxshiroq qilishimiz kerak. Endi men sizga aniq qadamlarni beraman. 1-qadam. Oilaviy byudjet ro'yxatini tuzing. Oddiy qog'oz oling yoki telefoningizdagi eslatmaga yozing. Daromadingiz qancha? Majburiy xarajatlaringiz qancha? Bayram uchun maksimal qancha ajrata olasiz? Shuni belgilang. Masalan, bayram xarajati 1.500.000 so'mdan oshmasin deb yozing. Keyin xaridga chiqqanda shu limitdan chiqmaslikka harakat qiling. 2-qadam, xarid ro'yxati tuzing. Do'konga ko'ramiz, nima kerak bo'lsa olamiz deb kirmang. Bu eng ko'p pul ketadigan usul. Oldindan go'sht, guruh, yog', meva, shirinlik, ichimlik, sovg'a, bezak bo'yicha ro'yxat qiling. Har birining agar umumiy summa oshib ketsa, ro'yxatdan eng keraksizlarini olib tashlang. 3-qadam, onlayn xavfsizlikni kuchaytiring. Bank ilovangizga murakkab parol qo'ying. SMS kodni hech kimga aytmang. Noma'lum havolalarni bosmang. Karta ma'lumotlarini shubhali saytlarga kiritmang. Agar sizga pul yutdingiz degan xabar kelsa, rasmiy manbadan tekshirmaguningizcha ishonmang. Shubhali holatda bankingizning rasmiy raqamiga o'zingiz qo'ng'iroq qiling. 4-qadam. Hujjatlarni tekshiring. ID karta yoki pasport muddati, haydovchilik guvohnomasi, avtomobil sug'urtasi, bank kartasi, kredit to'lov jadvali, ijara shartnomasi, ish bilan bog'liq hujjatlar, bolalarning maktab yoki bog'cha hujjatlari barchasini bir marta ko'zdan kechiring. Agar biror muddat yaqinlashgan bo'lsa, bayramdan keyingi 1-ish haftasida qayerga borishingiz kerakligini rejalang. Davlat xizmatlari markazi, bank, sug'urta kompaniyasi, soliq organi yoki mahalla idorasiga murojaat qilish kerak bo'lsa, hujjatlar ro'yxatini oldindan tayyorlang. 5-qadam, uy xavfsizligini tekshiring. Gaz plitasi, isitgich, elektr uzaytirgich, rozetkalar, archa chiroqlari, eshik qulfi, deraza, balkon hammasini ko'rib chiqing. Yotishdan oldin elektr bezaklarini o'chiring. Bolalarga gugurt, petarda, pirotexnika bermang. Agar pirotexnika ishlatilsa, faqat ruxsat etilgan joyda. Kattalar nazorati ostida odamlar va avtomobillardan uzoqda bo'lish kerak. 6-qadam, sog'liq rejasini qiling.
Agar oilada surunkali kasalligi bor inson bo'lsa, dori darmonlari yetarlimi? Qon bosimini o'lchaydigan apparat ishlaydimi? Shifokor tavsiyalari bormi? Tekshiring. Bayramda ovqatni me'yorida iste'mol qiling. Kechasi juda kech uxlamaslikka, ertasi kuni yetarli suv ichishga, bolalarni issiq kiyintirishga e'tibor bering. Agar o'zingizni yomon his qilsangiz, o'tib ketadi deb kutmang. Zarur bo'lsa tibbiy yordamga murojaat qiling. 7-qadam transportni oldindan rejalang. Mehmondoshlikka boradigan bo'lsangiz, kim haydaydi? U ichimlik ichmaydimi? Qaytishda taksi kerak bo'ladimi? Bolalar uchun xavfsizlik o'rindig'i bormi? Yo'l sharoiti qanday? Shularni oldindan o'ylang. Agar charchagan bo'lsangiz, rulga o'tirmang. 20 daqiqa dam olish ham ba'zan katta falokatning oldini oladi. 8-qadam qarindoshlar va qo'shnilar bilan aloqani mustahkamlang. Yangi yil tabrigi faqat rasmiy gap emas. Ota-onangizga qo'ng'iroq qiling. Ustozingizni eslang. Sizga yaxshilik qilgan insonlarga rahmat ayting. Agar imkoningiz bo'lsa, kam ta'minlangan oilaga, yolg'iz kehvasaga, bemor odamga yordam bering. Bu yordam 1000 so'mlik oziq-ovqat bo'lishi mumkin. Bir dasta non bo'lishi mumkin yoki shunchaki samimiy e'tibor bo'lishi mumkin. 9-qadam 2026 yil uchun 3 ta aniq maqsad yozing. Juda katta va mavhum rejalar emas, aniq maqsadlar. Masalan, har oy 300 ming so'm jamg'araman. Haftasiga 3 marta piyoda yuraman. Bir kasb yoki til bo'yicha kursni tugataman. Qarzimni 6 oy ichida kamaytiraman. Bolam bilan har kuni 30 daqiqa sifatli vaqt o'tkazaman. Maqsad aniq bo'lsa, unga erishish osonlashadi. 10-qadam yilni minnatdorlik bilan boshlang. Bu oddiy gapdek tuyulishi mumkin, lekin ruhiy holat juda muhim. Kimdir katta uyda yashaydi, lekin tinchi yo'q. Kimdir oddiy dasturxon atrofida o'tiradi, lekin oilasi sog', ko'ngli xotirjam. 2026 yilda baraka avvalo me'yor halollik, mehnat va mehrdan boshlanadi. Aziz yurtdoshlar, men sizlarni chin yurakdan yangi yil bilan tabriklayman. 2026 yil har bir oilaga tinchlik, sog'lik, halol rizq, mehr oqibat. Farzandlarimizga ilm, yoshlarimizga imkoniyat, keksalarimizga izzat, yurtimizga baraka olib kelsin. Lekin esda tutaylik, baxtli yil faqat tilak bilan emas, to'g'ri qarorlar bilan quriladi. Xarajatni rejalaymiz, qarzga ehtiyot bo'lamiz. Firibgarlardan saqlanamiz, hujjatlarni tekshiramiz, uy va yo'l xavfsizligiga beparvo bo'lmaymiz, sog'lig'imizni asraymiz, bir-birimizga mehr ko'rsatamiz. Siz 2026 yildan nimalarni kutyapsiz? Eng katta maqsadingiz nima? Oilangiz uchun, o'zingiz uchun, yurtimiz uchun qanday tilak bildirasiz? Fikringizni izohlarda yozib qoldiring. Agar video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosing, yaqinlaringizga ulashing va kanalga obuna bo'ling. Yangi yil muborak bo'lsin xalqim, baxtli, tinch, fayzli va omadli 2026 yil barchamizga nasib qilsin.